Assalomu alaykum mehrli pazandalarim. Bugun bozorlarimizda eng arzon bo'lgan mevalardan olxo'ri va olmadan mojito kompotlarini tayyorlab olamiz. Juda ham oson usulda. Barchangiz O'zbek Qaynona TV kanaliga xush kelibsiz. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim bilan boshlab olamiz. Bizga shunaqa kattagina kastrulka va sirli paqirlar kerak bo'ladi. Bugungi kompotimiz uchun shakardan emas, mana shunaqa novvotdan foydalanamiz. Qozon tagi degan novvotlar bor, shunaqa maydaroq, arzonroq bo'ladi. Xuddi shulardan sotib olsangiz, juda ham kompotlaringiz zo'r bo'lib chiqadi. Kastrulkamizga 4 piyola to'ldir qilib novvotni solib olamiz. Keyin esa 7 litr suv quyamiz. 4 piyola novvotga 7 litr suv quysangiz, juda ham normal holatda bo'ladi. Men hozir ikkita mana shunaqa kastrulkada qaynatib olaman siropimni. O'zbek Qaynona TV kanalida yangi mehmon bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Vafoli obunachilarim esa izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Yana 1 litr suv quyaman. O'zingiz hisoblab tayyorlayverasiz. Men mana 4 piyola novvotga 7 litr suv quydim. Endi ushbu kastrulkamizni qopqog'ini yopib, gaz plitamizga qo'yamiz. Novvotlar yaxshi eriguncha qaynatib olamiz. Har doimgidek bankalarni sterilizatsiya qilmayman. Oftobda quritib olganman 2 soat. Quruq bankalarimizga mevalarni solib olamiz. Olxo'ri mevasidan 2 litr bankaga 8 yoki 10 donadan solib chiqamiz. Olxo'ri mevasidan tayyorlagan kompotlarimiz juda ham foydali bo'ladi. Ayniqsa qon bosimi oshib turgan insonlar uchun juda ham foydali. Asosiysi ushbu olxo'ri mevalarimiz bozorlarda juda ham arzon. Albatta siz ham bozorlardan sotib olib tayyorlab qo'ying. Ilk safar shakar solib tayyorlagan edim. Bu safar novvotga tayyorlayapman kompotlarni. Albatta ikkalasi ham oson uslubda. Endi esa izohlarda muhokamalarga sabab bo'layotgan miyota barglaridan foydalanamiz. Har bir bankaning ichiga bir shoxdan yalpiz barglarini solib chiqamiz. Deb solib yuborsangiz, kompotlaringiz taxir bo'lib qolishi mumkin. Yalpiz barglarini ariq bo'yida o'sib yotgan yalpizmi deb so'rashibdi. Unday emas. Ushbu yalpizlar alohida ekiladi va o'zimizni ko'kat sotadigan sotuvchilarimizdan so'rab sotib olasiz. Mana bizni siropimiz juda ham ranglari boshqacha bo'lib chiqdi. Novvotlari erib. Endi ushbu qaynagan siropimizni bankalarimizga quyib olamiz. Kichkina setkalar bo'lsa, shunda sizib olasiz, chunki novvotning ichida iplari bo'ladi. Agar sizda bunaqa kastrulka bo'lmasa, oddiy kattagina sumalak pishiradigan qozonlar bo'lsa ham novvotni eritib qaynatib olsangiz bo'laveradi. Mana shu 4 piyola solingan novvot 7 litr suvga tayyorlandi. Bu esa 5 dona 2 litr bankada chiqdi. Yana bitta alohida idishga sirop qaynatyapman. Uni ham birdaniga hamma bankalarimga hozir to'g'rilab quyib olaman. Bankalarga qaynoqqina siropni quyishda ehtiyotkor bo'lamiz. Sekin-sekin bo'lib asta sekinlik bilan quyamiz, chunki bankalar birdaniga qaynoqqina suvni o'ziga olsa, dars ketib yorilib ketishi mumkin. Bankalarimizni ichini to'ldirib bo'ldik. Endi qopqoqlarini yopamiz va mana shunday maxsus yaxshi xizmat qiladigan zakrivalkalar bilan berkitib qo'yamiz. Albatta kompot tayyorlashdan oldin birinchi o'rinda mana shunday mashinkangizni tekshirib oling. Yaxshi ishlasa keyin foydalaning. Kompotlarimiz tayyor bo'ldi. Endi bularni mana shunday to'nkarib, ustini issiqqina qilib o'rab qo'yamiz. Ko'rpachalar bilan bir kunga qoldiramiz xonada. Ushbu kompotlarni tayyorlash juda ham oson va juda ham ishonchli kompotlar. Bemalol xuddi shu uslubda tayyorlab ko'ring. Bunday kompot yopish juda ham ko'p mehnat talab qilmaydi. Mana shu oshxonani o'zida hozir mana 13-14 dona kompotni yopib oldim va orada qancha ishlarimni ham tayyorlab qilib oldim. Ya'ni siroplarim tayyor bo'lguncha. Kompotlarni ertasiga ochib ko'rsatyapman. Juda ham zo'r bo'lib chiqqan. Bir donasini ochib, ichib ham ko'rdik. Mazasiga umuman gap yo'q.
Sliva bilan olmadan tayyorlangan kompotlarda ko'pincha mana shunaqa ko'pikchalar paydo bo'lib qoladi. Bundan aslo xavotirga tushmang. O'zi sekin-astalik bilan podvalingizda turib yo'q bo'lib ketadi, otib yubormaydi. Ko'piklar bo'lib qolgan bo'lsa, ochib, kompotni to'kib yubormang. Sekin-astalik bilan o'zi tarqab ketadi. Mana bizni go'zal bo'lib chiqqan, chiroyli bo'lib chiqqan kompotlarimiz judayam go'zal ko'rinishda, suvlari tiniqqina bo'lib ko'rinib turibdi. Bugungi Alloh tarafdan berilgan, in'om etilgan ushbu ne'matlar dasturxonimizga barakotli vafo qilsin. Qalbimizga va dardimizga shifo qilsin. Ushbu retseptimizni dugona joylarga jo'natib qo'ying. Ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.